Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Bugun TikTok akkauntimiz 10 mingta bo'libdi. Shuni monetizatsiyaga ariza tashlashni ko'rib chiqamiz. Buning uchun TikTok studiyani bosamiz. TikTok studiyani bosganimizda bizda mana monetizatsiya bo'limiga kirsak, VPN ishlagani uchun sal sekinroq nima qiladi. Mana 1 oylik oxirgi prosmotrimiz 130 mingta turibdi. Bu degani oxirgi 1 oylikda 130 ming 100 ming prosmotr 10 ming obunachiga bo'lsa ariza tashlasa bo'ladi-da. Shunga bizda hozir obunachilarni qayerdan ko'rardi? Mana bu yerdan ko'rardi. Mana 10 ming 15 ta bo'libdi. Demak 10 ming 15 ta bo'lganiga hisobiga mana bu yerda programma bir bola nagradami monetizatsiyaga kirsak, bizda programma nagrada для авторов deganini bossak, mana присоединиться deyapti. Присоединиться ekan. Mana super podpiskani yoqib qo'ydim shekilli adashmasam. Yoki endi yoqamiz. Birinchi monetizatsiyani ariza tashlaylik. Demak mana uchastvovat turibdi. Уже mana 18 yoshmiz, 10 mingta obunachimiz bor. Oxirgi 30 kunda 100 ming prosmotrimiz bor. Ariza tashlashni bosamiz. Mana zaifligimiz ketdi. Unaqa qiyin narsa emas ekan. Endi javobini kutamiz, xudo xolasa. Yana bir narsa aytib o'tish kerak. Buning uchun Germaniya akkaunt, yana koreyskiy akkauntmi shunaqalar bo'lishi kerak. Meniki adashmasam Germaniya akkauntida mana 27-kuni xudo xolasa javobni aytamiz deyapti bular. Demak, yana super podpiskani ham yoqib qo'yay. Demak, bu yerda nechta agar super podpiskangiz bo'lsa, qancha to'lashni oyiga ko'rsatyapti masalan. Bu unaqa ko'p masalan mana ko'rsa bo'lar ekan. Hozir bizga shart emas bu. Biz hozir ariza tashlashimiz kerak. Bosamiz qizilga. Bo'ldi. Yondik. Yondi. Endi hozir nechasi qilaman. Demak, arizaning javobini kutamiz. Demak, javob juda tez kelibdi. Mana ko'ryapsizlar. Добро пожаловать deyapti. Xush kelibsiz monetizatsiyaga deyapti. Xullas, ulab berishibdi. Endi bu yog'iga kirib ko'rsak. Demak, mana yonibdi. Bu 20 ming rubley deb bir narsalar degan ekan. Kerak emas, bizga buni kerak. Bosib ko'ramiz esichi. Bu menimcha boshqa narsa bo'lsa kerak, pastay. Demak, bunga kiramiz. Tak. 4-dekabrdan qanaqadir o'zgarish bo'lgan shekilli. Mana США, Meksika, Braziliya, Yujniy Koreya, Yaponiya, Germaniya, Velika Britaniya, Fransiya. Mana shu davlatlarda akkauntini ochish kerak. U haqida ham video qilamiz, xudo xolasa. Tak. Demak, 30 sekundli videolar faqat prosmotr uchun hisoblanadi deganmi? Ruschani yaxshi tarjima qilgan bo'lsam. 1 oylik $100 bo'lsa puli chiqarib bo'lar ekan demak. Shaxsingizni tasdiqlang deyapti. Pul yechish uchun shaxsni tasdiqlash kerak ekan. Keyin spособ оплаты degan shu AdSense'ga o'xshab shunaqa bo'lsa kerak bu ham. Hali pul yechib ko'rganmiz. Endi pul yechsak uni ham videosini qilarmiz. Yoki nimalari bordir YouTube'da. Mana Germaniya tanlaganman ekan men. Hozir pasport yoki личность tasdiqlash uchun
nimadir jo'nating deyapti. Xullas, hozir bu bizga kerak emas. Demak, bizga asosiysi monetizatsiya yondi. Bu yog'iga endi 1 daqiqadan oshiq videolar uchun pul to'lanar ekan. Agar yaxshiroq nima bo'lsa, to'lasa video qilishim mumkin. Kamroq to'lasa qilmay qo'yaveraman. Agar qanday ro'yxatdan o'tish, shularning videosi agar kerak bo'lsa, qiziq bo'lsa, reaksiyaga qarab chiqaramiz endi.